118 kvadratlik xonamiz srochniy sotuvga chiqdi, operator. Men kadastri yo'q narsani reklama qilmaganman, qilmayman ham. Короче, 3 xonalik полноценный har bitta xonasiga terrazasi bor. 118 kvadrat, lekin bularning kadastriga 105 kvadrat yozilgan. Men shuni ham aytib ketaman, keyin notariusga ham gapimiz isboti bilan bo'lish kerak. Mana shu balkon kiritilmagan bo'ladi. Bu kattagina zal ham vahshat dahshat, kamida 6 metrga 7 metrga 6 metrmi shunaqa, juda ham kattagina. Pollari polni parket bo'lingan, uni ustidan keyin gilam to'shalgan. Konditsioner, mebel, pebel, nima ko'ryapsiz, hammasi qoladi. Zaxati jibi tayyor. Ana endi mana bu tashqari tarafdan, mana shu eshikdan kirishda yevromontaj qilingan, garderob, shkof bor, hamma narsa full, короче. Ana endi ikkinchi xonasini bitta ko'rsatamiz, operator. Bolalarimiz uchun yotoqxona, polni tayyor remont qilingan, lekin bu yerga ko'p yashamagan. Yashagan bo'lsa, birov yashagandir. Buni prosta pul zararligi uchun prosta sotyaptilar. Kafalar uchun yotoqxona, terrazasi bor. Har bitta xonasiga konditsioneri bor. Lustra va dahshat, termozona, mana shu garderob shkoflar juda ham zo'r. 3 ta xona bo'lyapti. Mana shu xona o'zi juda ham kattagina. Razdelli bo'ladi, unitaz, alohida rakveni, bunisi vanna. Har bitta nimasiga batareyasi ham bor. Do'kontonli kotel turibdi. Ana endi bitta sizlarga kuxnini ko'rsataman, operator. Kuxni juda ham 3-etaj, zolotoy etaj bilasizlar, 2 bilan 3 juda ham tez sotiladi. Yana adresimiz vokzal. Hamma mebel texnika turadi deyaptilar. Mana shu yerga vitishka, gaz plita, rakveni, hamma sharoit bor. Kafel xitoyniki, menimcha mana bu kafel qilingan. Mana tashqarini bitta ko'rsataylik, operator. Mana bolalarimiz uchun o'yin bor. Mana shu yerga kimga qiziq bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Srochni aloqa chiqinglar. Narxi esa 95 ming, ozgina savdosi bor debdi. Ko'p emas, sunnatiga muvofiq ozgina tushirib beraman, faqat pul zararligi uchun sotaman. Lekin bu yerga Novostroykada 105 kvadrat kamida 105 ming turadi. Bozordan $10 ming arzoniga beryaptilar.